nafas olish qiyinlashadi, bola tez nafas oladi, nafas chiqarishda g'ijirlash yoki xirillash eshitiladi. Bunga sabablardan biri interferonlardir. Interferonlar. Assalomu alaykum azizlar. Men Mirzanazar Mambuljon Mashaboyevich. Bugun sizlar bilan allergiya va astmani kelib chiqishida virusli kasalliklarni o'rni haqida gaplashamiz. Bilamizki, virusli kasalliklar viruslarni organizmga tushishi natijasida paydo bo'luvchi kasalliklardir. Hozirgi vaqtga kelib, respirator virus va rinovirus infeksiyasi bilan og'rigan bolalarda kelajakda astma va allergiya kelib chiqishi xavfi baland bo'lishi klinik tadqiqotlarda isbotlangan. Virusli infeksiyalar ko'p hollarda shamollash va grippga o'xshash holatlar bilan, bolalarda esa bronxialit, obstruktiv bronxit ko'rinishida kechadi. Nafas yo'li virusli kasalliklari 85% holatda bolalarda va kattalarda astma va allergiya xurujiga sabab bo'ladi. Respirator sitsial virus, rinovirus, koronavirus, gripp virusi, paragripp viruslari va yaqinda kashf etilgan metapnevmovirus va boka viruslar shular jumlasidandir. Bolalarda, ayniqsa erta yoshli bolalarda respirator sitsial virus, bronxialit va obstruktiv kasalliklar keltirib chiqaradi. Ko'plab tadqiqotlarda xuddi shu infeksiya bilan og'rigan bolalarda kelajakda allergik va astmatik kasalliklar xavfi baland bo'lishi isbotlangan. Bunga sabablardan biri interferonlardir. Interferonlar organizmga virus tushgach, unga qarshi kurashadigan birinchi to'siq, ya'ni devor bo'lib hisoblanadi. Interferonlar sintezidagi muammolar xuddi shu viruslarda organizmga tushgach, kasallik avj olishiga sabab bo'ladi. Interferonlar sintezini buzadigan omillarga antibiotiklar va isitma tushiruvchilar, xususan parasetamol kiradi. Respirator sitsial virus va rinovirus tufayli yuzaga keladigan bronxialit haqida ozgina to'xtalamiz. Bronxialit 2 yoshgacha bo'lgan bolalarda uchraydi. Kasallik boshida burun oqishi yoki bitishi, ishtaha pasayishi, yengil isitma va holsizlik kuzatiladi. 2-3 kundan keyin esa kasallikning asosiy davri boshlanadi. Nafas olish qiyinlashadi, bola tez nafas oladi, nafas chiqarishda g'ijirlash yoki xirillash eshitiladi. Bola entikib, qorindan nafas oladi. Ba'zan nafas yuzaklashib, to'xtab qolishi ham mumkin. Og'ir holatlarda sianozlar, og'iz lab uchburchagidagi tirnoqlardagi ko'karishlar yuzaga keladi. Nafas olish soni 60 tadan ortadi. Ishtaha butunlay yo'qoladi. Suv-tuz balansi buziladi. Auskultativ eshitib ko'rilganda butun o'pka maydoni bo'ylab xirillashlar, krepitatsiyalar, ya'ni mayda pufakchalar eshitiladi. Auskultatsiyadagi xuddi shu o'zgarishlar ko'p holatlarda pnevmoniya kasalligi bilan adashtiriladi. Bilamizki, allergik kasalliklar asosida ikkinchi tip immun javobi yotadi. Aksariyat holatlarda esa organizmga tushgan virus infeksiyasi ikkinchi tip immun javobni kuchaytiradi. Oqibatda atopik dermatit, allergik ekzema, allergik rinit, allergik bronxit, bronxial astma kabi kasalliklar kechishi og'irlashadi. Kasalliklar kechishi kuchayadi va og'irlashadi. Nima qilish zarur? Erta yoshli bolalarda polivizumab preparatini qo'llash bolalarda tez qaytalanuvchi shamollashlar, bronxialitlarni yaxshi oldini oladi. Xuddi shu bolalarda esa kelajakda astma va allergik kasalliklar kelib chiqish xavfini kamaytiradi. Qayta shamollovchi, tez obstruksiya kuzatiluvchi bolalarda esa bakterial lezatlarni qo'llash yaxshi samara beradi. Immunitet yaxshilanadi. Shuningdek, vitamin D preparati analoglari, omega 3 preparatlarini emizikli ayollarga berish kasallikni profilaktikasida yaxshi samara beradi. Shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, shirinliklar, konservantlar, ta'm beruvchilar, rang beruvchilar virusli kasalliklar, yuqoridagi kabi virusli kasalliklar xavfini oshiradi. Bu ovqatlar emizikli onalar va bolalar ratsionidan qayta chiqarilishi zarur. Respirator sitsial virusiga va rinovirusga qarshi samarali dorilar va vaksinalar hozirgi kunda yo'q. Bir qancha preparatlar klinik sinov bosqichida turibdi.